Assalomu alaykum hammaga. Yaxshimisizlar sizlar? Bugun men sizlarga o'zim bilgan uslubimda yangicha do'lma bolgarskidan ovqat qilib beraman. Bolgarskidan arzonlab qolgani uchun bunga bizga kerak bo'ladi. Men 1 kilo bolgarski oldim va 5 ta kartoshka, bu yoqda guruch. Menda qiymam o'zingizlar xohishingizga qarab qilaverasizlar. Menda tovuq va mol go'shti va qo'y go'shtining anaqa charbi yog'isi. Bu yoqda bizga 2 dona piyoz mayda qilib to'rab, buni yog'da qovurib olamiz. Xohishga tabga qarab ziravorlar va ko'k kashnich kerak bo'ladi va tuxum. Hozir birinchi bo'lib qiymamizni chiqarib olamiz. Mana qiymamizni ham chiqazib oldik. Endi bunga bismillahirrohmanirrohim. Haliga yuvib qo'ygan. Men yuvib qo'yganman. Anaqa, ya'ni yuvmasdan sol demanglar. Guruchimizni solamiz. Tabga ko'ra ziravorlar, o'zingizlar tabiiylarga qarab, menda zira, kashnich maydalangani, rolton peripravasi va tuz. Sizlar o'zingizlar tabiiylarga qarab qilaverasizlar. 1 dona tuxum. Ichiga va o'zingizlar yaxshi ko'rib iste'mol qiladigan ukrop kashnich. Ben bir bog'dan qilib qo'shdim buni. Sizlar o'zingizlarga qaranglar. Mana endi hozir bizga men ko'pchilik ichiga shunda xomligicha tyorkadan chiqargan yo мясорубкаdan qiladi. Men lekin buni piyozni yog'da ozgina qovurib o'ldirib olaman. 100 gramcha yog'ga piyozimizni qovurib o'ldirib olamiz. Mana shunaqa qilib yaxshilab chiroyli qovurib olamiz. Ya'ni o'ldirib olamiz piyozimizni. Boshqa hech narsa qilmaymiz. Mana shunaqa holatda bo'ldi. Endi buni qo'shib yaxshilab aralashtirib olamiz. Yaxshilab endi aralashtiramiz. Ozgina issiq. Ana tuxum ustiga tashab qo'ymanglar. Tuxum ustiga tashlasangiz, tuxumlar pishib qoladi. Urib qo'limizni sovuq bo'lgandan keyin qo'limizni aralashtiramiz. Hozir issiq bo'lgani uchun qo'shib aralashtiramiz. Mana aralashtirib oldik. Endi bitta-bittadan ozgina qilib nimamizni bolgarskimizni ichiga solamiz. Ko'p tiqib solmanglar, chunki guruch ishishi bor. O'shani ham hisobini olinglar. Ozroq anaqa qolish kerak. Mana turmushga chiqadigan qizlarga oson. Bularimizni qilib bo'lgandan keyin ozgina oshib qoladi. Ozgina oshib qolgandan keyin mana bunaqa qilib do'lmachalar ham qilib olamiz qolganini. Bolgarskilarni ham qilib oldim. Endi bu yerda do'lmalarimni. Hozir sizlarga buni qilganimizdan keyin kartoshkani ko'rsataman. Mana shunaqa qilib katta qilib qo'yamiz. Mayda qilib qo'ymanglar. Mayda qilib qo'ysak ezilib ketadi. Shunaqa bularni ham to'g'ri olamiz. Qiymalarimizni shunaqa qilib unga bulab olamiz. Bunday qilib qoqib olamiz. Va mana shunaqa qilib terib olamiz, chiroyli qilib. Mana endi bir idishga yog'imizni solib, bu orada birinchi bo'lib kartoshkalarimizni shunaqa qilib qovurib olamiz, qizartirib olamiz, ya'ni. Bismillahirrohmanirrohim. Kartoshkalarimizni qizartirgandan keyin bo'lgan joyini ham ko'rsataman. Xuddi friga o'xshatib qizartirib olamiz. Mana shunaqa qilib fri qilib qovurib olamiz. Mana frilarimizni pishirib olgandan keyin endi mana bunaqa tuxumga haliga qiymamizni tuxumga bundoq qilib olib, bismillah.
Bunga qovurib olamiz baland olovda. Mana yana ko'rsatib beraman. Qach ehtiyot bo'lsa sochiraysiz. Mana shunaqa qilib qizartirib, baland olovda pishirib olasizlar. Xavotir olmanglar. Bu pishadi hozirgi pishgan nachinkamiz ichida. Mana shunaqa qilib terib olamiz. O'rtasiga haligi qiymali nachinkamizni mana bunaqa uzun-uzun qilib qo'yib olamiz. Mana shunaqa qilib terib olganimizdan haligi qilib hozir qo'yib olamiz. 5 qoshiq qo'ysak yetadi. Osh qoshiq. Suvi baland olovda suv qo'yib olamiz. Hadi so'rsin. Üstü kunguncha qo'yamiz. Bu arada o'zim uyda qilingan tomatimdan qo'shamiz. Joyini aytishim esimdan chiqdi. Tabga ko'ra, agar uydagi tomatlar bo'lsa, oddiy tomatdan ham qilsanglar bo'ladi. Suvga qo'shib olasizlar faqat uni. Ozgina shakar bilan. Mana suvini ko'rganingizda shunaqa sovolamiz. Buni qaynab chiqishi bilan, qaynab chiqqandan keyin tegini pasaytirib, qopqog'ini dimlab qo'yamiz 1 soatga. O'zi pishib, guruchlar hamma narsasi ta'mi mazasi chiqadi. Va orada tuzi kam bo'lsa, 1 qoshiq tuz ham qo'shib yuboringlar ustiga. U joyini ochish esimdan chiqdi. Mana azizlarim, ovqatlarim ham pishdi. Endi buni chiroyli qilib sovolamiz idishlarga. Tabga ko'ra lavroviy sosinglar ham bo'ladi, somasinglar ham bo'ladi. Shuning uchun uni xohishga qarab. Mana ovqatim tayyor bo'ldi. Ko'rganingizda qanaqa sochni va shirin. Bu yondagi sho'rvasi, bulyoni xohlasanglar. Bu videolar bilan sizlarga manzur bo'ldi degan umiddaman. Menga like bosishni va obuna bo'lishni unutmanglar.